Bugun Jizzax avtosalonida mutlaqo kutilmagan hodisa qayd etildi. Sizlar bilan tegishli to'g'rida gaplashaman. Guvohlarning ma'lumotiga ko'ra, avtosalonga mutlaqo noodatiy mijoz tashrif buyurgan. Eng qizig'i, u mashina xarid qilish uchun o'z pasportini taqdim etgan. Mijoz esa bitta narsani talab qildi. Ket toychoq, seni ham davringda bir moshin minaylik. Senga bugun moshin olamiz. Shu Swiss S07 ni senga bugun xarid qilamiz. Qani kim bor? Qaraydiganlar bormi bu yerga? Nima bor aka? Nima bo'lyapti bu yerda? Bormi aka? Mana pasport. Mana mol. Nomiga aka Swiss S07 olmoqchimiz. Aka jinnimisiz? Bu avtosalonga kim olib keldi? Nimaga aka? Buni pasporti bor, buni oti bor. Ben nima qildim bunga? Nima qildim men hozir mesela? Aka buni nomiga kreditga biz moshin olmoqchimiz. Aka bu jinnimiz aka shuncha harakatni nimaga qildim aka? Mashinangizni nima? Bizim aka Sizlar bilan aka men hali sudda gaplashaman. Bemalol aka qayerga gaplashaman? Avtosalonga kim olib kelibdi? Siz bunaqa tegishli to'g'rida gaplashamasiz. Saka bunaqa Sizlar bilan tegishli to'g'rida. Assalomu alaykum. Bugun Swiss Jizzaxda noodatiy holat yuz berdi. Batafsil hozir xodimlardan bilib olamiz. Bugungi holat bo'yicha avtosalon xodimidan batafsil ma'lumot olamiz. Ha, to'g'ri. Swiss avtosalonida bir mijoz molini ketirib, avtosaloningdan deydi, mashina chiqarib ber. Bunaqa holat jinnichalik holat bo'lmagan aka biror joyda. Haydab so'layordik. Bo'lmayapti bu. Rostdan shunaqa holat yuz berdimi hozir? Ha, aka, xohlasangiz kamerani ko'rsataman aka. Shunaqa holat yana takrorlansa, kelajakda hayvonlar ham mashina haydaydimi? Izohlarda fikringizni qoldiring.